Bugun payshanba 4-dekabr ertalabki soat 8:30 ishga yo'l olma. Har doimgidek o'rmon orqali 20 minut o'rmon orqali tramvaygacha yetib olishim kerak. Bugun u haqida emas. Payshanba har hafta men uchun eng uzun kun. 8 soat ish, keyin 2,5 soat darsda bo'laman fin tilini o'rganishga. Так что video olishga harakat qilaman. Ofisga ham yetib keldim. Bugun juda uzun kun bo'ladi. Aytganimdek 8 soatdan ko'p ishlayman. Obedga chiqqanimda kamerani olib, universitet kafesini ko'rsatishga harakat qilaman. Keyin o'zim bilan kechki darsga, ya'ni fin tilini maktabiga olaman. Mana obedga chiqdim. Cho'ti bugun o'zimni charchagandek his qilyapman. Nimaga deb o'ylayotgandim. Menimcha 2 haftadan beri quyosh chiqmayotganiga. Qorin to'ydi, xudoga shukr. Finlandiyada 6-dekabr adashmasam mustaqillik kuni. O'shaning uchun bugun obedda Finlandiyani o'zining milliy taomlarini pishirishgan ekan. Bu o'sha lososdan qilingan sho'rva, koreyskiy pirog, Karyalan pirogka deb aytiladi. Haligi dumaloq kameraga olishga harakat qildim, lekin tiqilinch odam ko'p bo'lganiga bunaqa kamerani olib astoydil olishga ulgurolmadim. И keyin non и плюс blinchki. Bu ham milliy Finlandiyaning deserti hisoblanadi. Общий hammasiga 4-5 yevro to'ladim. Juda arzon hisoblanadi. Mana o'sha qorong'i ham tushib qoldi. 8 soat ko'proq ofisda bo'ldim bugun.
Har kuni shunaqa. Ertalab qorong'ida quyosh chiqmasidan chiqib ketib, quyosh botganda уже chiqib kelaman. Почти yetib keldim. Soat 5. 5:30da dars boshlanadi. Даже magazinga kirishga ham urdim. O'zim bilan kola oldim. Tez energiya bo'lsin deb darsda uxlab qolmaydi. Erta 15 minutlarda yetib olaman. Oletteko koskaan katsoneet Liinavaltio? Me emme maksa tätä juhlaa veroista. Sitten se on parempi. Joo, se on parempi, joo, kyllä. Koska se voi olla, että se ärsyttää, että siellä on isot juhlat ja sitten verorahoilla maksetaan. Niin tämä on juhla, jonka... Darsdan chiqdim. Hech narsa gapirmayman. Rosa charchadim. 2,5 soat o'zi gaplashdik. Endi uyga yetib olish kerak.